Mana hurmatli obunachilar, oshimiz ham tayyor bo'ldi. Inshaalloh hozir ochamiz. Oching qopqog'ini dadil. Shu jigarrang kakir yaxshi nishoni oling. Tegi bilan aralashtiravering. Dadil qo'rqmasdan aralashtiravering. Ko'tar. İnşallah yaxshi bo'ldi shekilli xolos. Qoyilman. Seyret varız. Hamma yoqdan. Yesh. Yana mana shunaqa yig'ib qo'yasiz atroflarini. Qubba qilib yig'ib qo'ying. Hozir pomidor bodring olib kelindi, salat qilyapti. Xudo xohlasa hozir suzamiz. 1,5 kilodan oshiq guruch. Yo'q, 2 kilocha guruch. Sazi ham 2 kilo, go'sht ham 2 kilo edi. Endi bu qozon katta-da, shuning uchun kichkina ko'rinyapti. Hayron bo'lmaysizlar. Sekin qopqog'ini yopib turing, hozir suzamiz. Mana shu guruch ham yaxshi guruch. Mana shu guruch ham yaxshi guruch. Lazerdan ham uzun ekan bu. Aroma. Hindistonniki bu ham. Long. Uzunchoq guruch. Mana shu guruchdan ham oshi zo'r chiqadi. Mana bizning salatimiz bo'lyapti, inshaalloh. Shu salat qolsa osh suzib yeymiz. Hech kim ham yo'q. 5 ta dona, 6 ta odam 2 kilo osh. İnşallah ishchilar bor, qo'shnilar. Shularga tarqatiladi qolgani, xudo xohlasa. Bizga birlagan 1,5 lagan yetadi. Qolganini tarqatib olamiz inshaalloh. Salatimiz ham tayyor bo'ldi. Bo'ladi. Kam bo'lsa keyin qo'shamiz. Aralashtiring, qo'rqmasdan, dadil. Dadil aralashtiring. Baraka toping. Sorry. Laganda qolsa ozgina qolsa, uni qo'shilgan ham beramiz. Bo'ladi, mana shu yetadi. Bo'ldi. Oshni ochasiz endi sekin. Barakalla. Oshni ochasiz. Ayva, shit. Şu ikkita kattalagan suzamiz. Bitta aralashtirib oling birinchi. Hammasini aralashtirib oling. 1 minut tursin, yog'i sal tagiga tushsin, keyin suzamiz. Bo'ladi, 1 minut tursin. Qo'ying. Qizil sozidan
Oshdi boriga shukr, alhamdulillah. Qoramurchlari ham bor. Bo'ldi, suzavering, bismillah. Ustidan silasiz. Ustidan. Bo'ladi. Abarı şey. Yine 2 de genç çıkarken. Fili tane عمر. ايوه شيل. ناكل بعدين ننتشل. أول ناكل بعدين ننتشل. واحد طبق شيل. علي كذا كذا فيات شيل كله. ضوق للصبر. 3 kişiliği aç 5 kişiye hem yetadi. 5 kişiliği 8 kişiye, 10 kişiliği 15 kişiye yetadi inşallah. Mana oshlarimiz suzildi. Alhamdulillah. Endi bismillah deb osh yeymiz. Kelinglar, o'tiringlar mehmonlar. Arabistonda shunaqa mana dasturxon sufra solib, gilamlarda yerda o'tiriladi. Asosiysi bismillohni etib, hamd etib Allohga ovqat yeyishdi, taom yeyishdi. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohning panohida bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.